Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Takay. Bugungi videoda biz mana shu yaqinda turgan garajni to'ldiramiz. Va nima reklama chiqib. Hop, qani unda sekin metnozi nima ekan bu? Hop, pulimiz yetadi. Bir ikkita kuchaytirishga. Kuchaytirib oldik. Hop, mana kuchaytirib oldik. Ana endi sekin ko'ramiz qanday keyslar bor ekan. Bugun menimcha bu faqat mashina. Oldingisi nima mashina? Xo'sh, kim kirdi? Ukam o'yinga kirdi hozir. Hop, mashinani ko'ramiz. Hozir qanchadan berar ekan? Demak bu o'yinda men oldin bir marta kirib ko'rganman ekan. Chunki yonimda pullar bor. Hammaga shu hozir yana kuchaytirib olib, sakrashni amalga oshiramiz. O'zi asli birinchisi necha pul edi? Shu nechta ko'tarishimiz kerak edi sakrashda? 102 darajagacha ko'tarishimiz kerak ekan. Hozir bizda esa 78 ko'rib turganingizdek. Nima ham qilaylik, qimmat mashinalar olamiz, boramiz, qo'yamiz. Xo'p. Hammalar maksimalniy darajada like, podpiska tashab qo'yinglar, kommentga ham yozinglar. Hech kimda nimasini atmay qilmayman, hammaga duruz olaman. Hop, sakrashimni kuchaytirib olsam, ikkinchi qavatni ko'rardik nima borligini. Mana nihoyat darajamiz ko'tarildi. Qani ikkinchi qavatda nimalar bor ekan? Buni qanday oldi? Hozir tushunmay qoldim. Hop, sakraymiz, yaxshi. Lekin pastda yaxshi beryapti-ku, adashmasam. Bittagilar hozir past nimaga? Xo'sh, hop, sakraymiz, yaxshi. Nimaga bitta hozir arzon mashinalar 55 ming? Pastda ham hozir shuni nima kattalarni oldik-ku, nimaga past? Ukam hayron, qanday o'ynalar yo'q deb. Yaxshi, pullarni olamiz. 36, 308 yaxshi. Mashina qayerdan paydo bo'ldi? Nima bu o'zidan o'zi oboryapti? Xo'p, pullar yana bir hisob olsak. Tushunmadim, nima pullar? Nima bu pullar? Voy, pulimni ber. Voy. Shu bilan solaymi? Ber. Qanday 80 ming? Davay. Ber. Sakrashni o'chirib ko'raylik. Nimaga 80 beryapti? Serverda uzilish. Tushunarli. Xo'p, borib endi sakrashni kuchaytirib olsakmikan? Davay, sakrashni birinchi kuchaytiramiz. Qolgan qavatlarni ham ko'ramiz. 17 ming pul. Yaxshi, server qotyapti ozgincha. Bossam ham bosilmayapti. Bosil. Yaxshi, 3-qavatni ham ko'ramiz hozir. Birinchi qavatdagi mashinalar, sakrash o'chib qo'ygan ekan. Sakraymiz. Cho'ta betda mashina qandaydir bir yaxshi. Hop, ko'ramiz. 160. Normalmi, shuni olamiz, ketamiz. Kutamiz, sakraymiz, yaxshi. Epladik. 160 ming mashina. Mana bolani, qo'shnimizniki vashshimi? Va reklama chiqmasa aybal qildi lekin to'g'risi. Reklama chiqmasa nima ekan? Azizlar, aytgancha sizlarga zo'r yangilik. Bu meni birinchi videoyimni hisobligi. Sizlar bilan kelishgan holda hozir aytaman, reverse qilib bir 30 ga tushib qoldik. Yana pulni olamiz. Xullas, yangiligim shundan iborat. Men bu yangi birinchi videoyim bo'lgan hisobiga men sizlarga o'sha $99 80 ta Robux beradi. O'shani sizlarga bermoqchiman. Bitta birinchi tashagan 100 da odamga bermoqchiman. Maksimalniy darajada ko'ramiz. Unaqa narsalar juda ko'p qilamiz. To'g'risi, hali oldinda men skinim ham o'sha 40 taga olganman, ko'rishlaring mumkin. Robuxda 80 ta beraman. Hop, sakraymiz. Chicha qoldi. Kelib qoldi. Uydirmadik akalar. Yaxshilikcha sekin chicha qoldi. Ko'rib turganingizdek xavfli. Sakra. Mashina o'tdi. Sakrashga tayyorlanib ko'ramizmi? Davay, ulgurdik. Davay, yana bitta. Sal qoldi. Yaxshi. Normalniy mashinani oldik. Buni sotib sal kuchayib olishimiz kerak hozir.
Davay ko'ramiz, qo'yamiz. Yaxshi, $412. Normalniy. Pullar olamiz. Davay ko'proq beringlar, voy. Yana serverda uzilishlar bor. 38 minutda va 10 daraja ko'tarildi. Yangi etap 4-qavatga keldik. Sakraymiz. Bila pastda yonimdan o'tib ketdi. Yana bir marta. Cho'ta nimadir bo'lyapti-da. Bu qanday davom etadi? Shuni olamiz, o'ylab o'tirmaymiz, qochamiz. Hadilar, davay, maksimalni. Sizlar like bossangiz shuni uddalaymiz. Bugungi maqsadimiz kichkina bo'lib qoldi. Keyingi videoda albatta ko'proq anaqa qilishga harakat qilamiz. Bugun vaqtim sal tig'izligi uchun menimcha videomiz 10 minutdan oshmasa kerak. Lekin sizlarga va'da qilib ayta olaman, shu nimani to'ldiramiz va 250 gacha erishamiz degan umiddaman. Ungacha shuni ko'ramiz. Ungacha sizlar maksimalni darajada like, komment va podpiska bo'lishni unutmanglar. Va kommentariyaga yozsangiz ham bo'ladi. Druzani olaman, hech kimni ajratmayman. Kerak bo'lsa druzamdagilarga ham sekin robuxlardan tashlab turaman. Ko'p gapirsam nimagadir bilmayman, haftaga cho'lyapti. Yaxshi. O'ta balandga sakrab boryapti. Mana 3 qavat ekan, men 1-qavatini ko'p zo'r ekan deb yuribman. Hop, adetlar sekin pullar olamiz. Nima deyapti? Hop. So'ngga taklif qilyapti ekan. Aytmaydi. Shartimiz bizga hozir pullarni yig'ib olsak, hozir kuchaytirib olamiz va o'yinni yana sekin davom ettiramiz. Men nimaga ikkita qilmayapman? Hozir baba yana kuchaytirgan bilan bitta bo'lib qoladi. Shuning uchun hozir ikkita mashina emas, faqat bittadan olishga harakat qilyapman. Masalan, ko'rib turganlaringda hozir pulim yetardi bemalol. Mana boshqatdan yana pullar olamiz. Xo'p, sakrashga sekin boramiz. Jonga tegadi shu reklamalar. Voy. Yo'q, bo'lmas. Kuchaytirib olamiz. O'rtada serverda bitta uzilish bo'ladi. Internet ishlamay qoldi. Kirib boshqatdan chiqib oldim, ishlab ketdi. Xo'p, 1 million. Bizniki 230 o'sha akalar. O'sha mashina ham ikkita joy qoldi. Hozir ko'ramiz. Bitta yangilarni, zo'rlarini topib kelamiz. 5 minutda randomli internetda uzilish bo'lib qoldi. Boshqatdan kirdim. Sizlarda ming bor usul. Bekka hali ham yetmas ekanmiz. Shu yarimka. To'xta. Meta necha pulligini ham ko'rdim. Tasha. Nimaga sakraysan? Ol. Sakra. Ulgurdik. Tepada qolib ketdi alenda tashlagan mashinamiz. Ozgina qoldi akalar. Bizda shuncha harakat qilganimizga yarasha iltimos, like, komment nimalarni yozing. Cho'ta qimmatroq mashina spawn bo'ldi. Biz o'yinga qaytib kirib chiqqanmiz hisobiga chekkaga o'tib qolibdi garajimiz. Xo'p. 101 ming. Ancha pullar yig'ilib qo'ygan ko'rib turganingizdek. Men o'yinga bitta kirib chiqib o'rgan edim. Bag'doylarga bo'lsak, sekin borib kuchaytirsak bo'laveradi. Jonga tegdi mashinani yana oldi. Xo'p. Aytib o'tirgandek, men birinchi tashlagan odamga, druzda tashlagan odamga 80 ta Roblox coin beraman. Bemalol nima qilishlari mumkin. To'g'risi bu o'yinga kirib kelishimning sababi zerikkandim. YouTube'da Astroni ko'rdim. Astron videolari yoqdi, qandaydir men ham bir olib ko'rsammi deb sekin ochdim. Agar YouTube'da normalniy prosmotr yesa, albatta davomini olaman. Xo'p, sizlarga Roblox o'ynaydiganlarga men jicha tushunmay turgan joylarim bor. O'shanga poddeshga berib yuborasizlar degan umiddaman. Kim yaxshiroq tushunsa. Hozir normalniy anaqalar o'yinlar o'ynayapman, lekin bilmadim qandaydir meni serverim qatib boshqatdan yangi qilib yuboryapti. Nimaga desalar, bitta kartali o'yin o'ynagan edim. Bilmayman o'zidan o'zi qaysi karta edi. N harfigacha ko'tardim. To'g'risi vaqt sanarkan kutarkansizlar. N kartagacha ko'targandim, lekin bilmadim. Nima bo'ldi?
qandaydir bermaydiganga o'xshab hop hali kirib chiqib ketsam yana boshiga qaytib qoldi-da. Shuni tushunmadim. O'shanga yordam berib yaxshi bo'lardi. Xo'p, ana endi to'xtanglar. Menda spin bormidi? Hozir kelib ko'ramiz. Bitta kuchaytirib olaylik. Hop, yaxshi. Pulimiz yetmadi. 240 daraja uji. Bizda normalniy. Mashina qimmat ekan bu mashina. U bitta bor ekan, aytdim-ku. Qani bir aylantirib ko'ramiz va bizga akalar bilmaganmiz qaranglar. O'yinni boshida zo'r kerak bo'lar edi. Afsuski bilmay qoldik va shu yerda videoni tugatamiz. Hammangizga rahmat shu videoni ko'rganingiz uchun. Hammangizga xayr, iltimos like, komment esdan chiqmasin. Hammaga omad, sizlar bilan takay.